Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yana bir qatımlıq Uyçuq söhbət proqramımızı görüşünlərdə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmənlərimiz, həmənlər məlum bolğandak biz bu proqramımızda millətimizə aid bolğan hər xil məsələlərdə ustadlarını, cəmiyyət təşkilat rəislərini təklif qılıb həmmisinki hər xil sahədəki mövzulara bolğan fikirlərini elib kilovatımız sizlərə yetküzüş üçün. Hem de bugünkü temamız şunun devamı da buludu. Bugünkü mehmanımız ilgirimi bir qancha qatımlıq programımızda sizler bilen yüz görüşken ekranımızga olib kelgan hörmətli Mahmudcan Erkin efendimni təklif qılдық. Hörmətli vaxtını çıxırıb kəpbəgəli üçün köp rahmet etimiz. Özü Qarabük Üniversitesi Til Edebiyat, Türk Dil Edebiyatı magisterlik oquvchisi, shundaqla yozuvchi. Albatta, ilgirki qancha qatımlıq programımızda har xil mavzularda suhbat edib bordik o'zi bilan. Nihoyat yaxshi inkaslar kelayotdi, sizlardan ko'p rahmat aytamiz. Bugungi temamiz bo'lsa, Anqara elchixonasi maslahatchisi Cho'ng'beyxoninki səpsətlərə rəddiyə şəklində orunlaşdırdıq proqramımızı. Əlbəttə, məlumlar biz ilgirimi bir qancha qatımlıq fərqli şəxslər bilan ötküzgən söhbətimizdə. Çünki bu 2019 yılı 12 ayının 9-cu günü Türkiyədəki məlum kommunistlərə xidmət qıldığan şu kanalda müxbirlərə nurg'ulg'an səpsətlərini satqan şu vaxtda biz İstiqlaldakı xəbərimizdə bununki təfsilatını bəduq səfsətlərə xəbər şəkildə cavabını bəduq. Həm şəhərdəki cəmiyyət rəisləri olsun, ya ki başqa şəxslərimizdən ötküzgən söhbətlərdə onunla tegişlik cavabın verilgən oldu. Bugün Mahmudcan bununla fərqli bir şəkildə bir cavab verib baxsam deyib bunu tələb qılmaq üçün bugün oldurabdınız. Bununki səfsətlərə Mahmudcan sizdən bir anlasaq qanday bir nima qildingiz? Sizlarga rahmat. Mana Amerikadagi Sali yar qarindishimizniki San Oganing bir o'zini so'ki on tarjima qilibdi. Men shuni bilan boshlay. Vatani ishg'ol ostidagi bir yoshning o'yin tomosha qilish va o'ynash haqqi yo'q. Debdi. Shunlashqa vatanimizni erkinlashtiramiz deydi ekanmiz. Terishmasak bo'lmaydi ekan. Xo'sh. Men o Turkiyadagi Komünist Xitoy imperiyasining elchisining maslahatchisiniki bergan biz to'g'riq bergan bayonotni ko'rgandan keyin hamda raslan ichimdan bir xil shu qat g'azab nafratim qaynab ketdi. O'zimning go'shtini o'zim yegidek bo'lib ketdim. Xo'sh. Ham nima istaganda biz bir izlayotgan millat. Izilgan bo'lsaqmi bir insoniyat qarshi darajada intayin vahshiy usulda yo'q qilish darajada yo'qolsaqmi bir o'lsakmi bir şu o'limning hurmatla o'lib ketsak deydimi o'ta bir qabiy usulda bir fajialardan avalaslar shunga bir azoblandim. Shunlashqa men bir radiya berishni o'zimning Uyg'ur bo'la salohiyatim bilan bir mas'uliyatim deb. Endi ras buning oldida raisimiz Hidoyatullo O'xsinajim, ustozimiz Abdul Qarloq benimle imkas nim qildi buni radiya berdi. Menimcha bu yetarli emas deb qarayman. Har qanday bir Uyg'ur bunga imkos qaytarish kerak. Chunki bu vatan faqat u hammamizning ham bu zulmni o'rtaq tortimiz. Shunlashqa qanchaki jiq qarindoshlarimizning imkos qaytarishini hamma umid qilaman. Islom dinini Uyg'urlar qabul qilmagan debdi. Biz islom dinini qabul qilgan vaqtida ularning ota-onasi asli Sharq Turkistonda yo'q. Hammamiz bilamiz. Yani sizin 70 mu yok dedi? Yok o, yok. Mutlaka yok. Mesela bizden ulug' padşahimiz Ustuqbo'ra xon Qarqara sulolasining podshohi bo'lib, islom dinini qabul qilib, rasmiy davlat dini qildi. Bu turklarga tarqatdi. U vaqtida ular yo'q. Shunlashqa bu islom dini Uyg'urlar tajovuz qilib chidi, ya ko'chman millat, ya boshqa millat deb bizni haqorat qilishga men qarshi turman. Ikkinchisi, biz noposi biz davlat qurgan vaqtida Uyg'urning noposi 4 million edi, bizning noposimiz 400 million edi. Hozir Uyg'urlarning noposi 12 million.
Bizning nopusimiz 1 milliard 400 milyon o'xshash nisbatda ko'paydi. Bu yerda nopusda nima yo'q, barobarsizlik yo'q. Planliq tug'ut hammalarga o'xshash. Agar planliq tug'utni biz yo'l qo'ymasak, bu nopus shiddat bilan ko'payib qilsa, u yerdagi muqimlikni saqlash, u nopusni beqish asla bizga baqolmaydi. Shuning uchun biz planliq tug'utni yo'l qo'ydik debsiz. Dedi endi. Buning mening bergan javobim. Uyg'urlarning nopusi 4 million deb kim deydi? Masalan, qaysi nimada bordi? Qullar tarixni toshga yozadi, quldarlar toshni qumga yozadi degan gap bor. Anadan quldarlar tarixni qullarning taqiga yozib qo'ydi degan ekan. U bizga yozib bergan, tashlab berganlar tarix. Sayfiddin o'zi yetishtirib chiqqan, o'zi tarbiyalagan Sayfiddin Aziz Tangirtaq Burkiti degan asrda Uyg'urlarning nopusini 8 million 900 ming deb yozgan. Bu paket. Anadan keyin Mehmet Tursun Uyg'ur akimiz o'zi yuzmashhur shu vaqt kimday so'rasiz? 1949-yildagi burun yozgan kitobida 1949dan tortib 1979ga bo'lgan 30 yil ichida Uyg'urlardan 4-5 millionga yaqin nopusni o'ttirib etdi Uyg'urlardan dedi. Mehmet Tursun Uyg'ur akimiz yozgan kitobning hammasi hujjat xarakterlik. Olgan paketlari, dalillari bor. Unda esa o 4 million bo'lgan bo'lsa 30 yilning ichida 10 yillar nopusni o'tirganmiz Uyg'ur tugab ketmamdi. Bu. Anadan keyin Uyg'urlarning nopusi 3 dasi ko'paydi dedi endi 12 million bo'ldi dedi. 12 millionlik yolg'on. Amalan atimiz Uyg'ur akademiyasi aniq isbotlab chiqqan 20 milliondan 25 milliongacha dedi. Endi Sultan Sutuqbo'raqa vaqtnoma 30 milliondan dedi. Bu o xil farq bor. Endi bu yerdagi o bizning deydig'inimiz, mening deydig'inim hamda bu yerda mayli sening nopusing 1 milliard 200 million bo'lsin, mayli 500 milliard bo'lsin, mayli 2 milliard bo'lsin, o'zingning ziminda Alloh bergan ziminingda o'zing yashab nechilik bo'lsa, shu ziminingdan foydalanib o'zing baqasang necha million bo'lsang bo'ladi. Buning hech kimdan qiyirishmaydi. Bizning nopusimizni o'zimizdan tuproqqa bizni tirishchiligimiz bilan 1 milliard dollar shu tuproqdan foydalanib o'zimizni baqalasak, bu o'zimizning ishi. Bu yerda ekilib, sen mecburiy bizga planliq tug'utni yo'l qo'yib, endi qo'pab Uyg'urning nopusi manda av deydi. Planliq tug'utni yo'l qo'yishimdagi sabab nopusimiz shiddatli olib kelsa biz baqolmaymiz. O sen baqalamsa, baqolmamsa o o'zingning ishi. Bu biz o'zimizni baqalamdik, baqolmadik, bu o'zimizning ishi. Sen baqolmay dashqallarni bizning mamlakatga chiqib, u yerda uni har xil siyosiy, iqtisodiy imtiyozini berib yerlashtirib, oxir qo'pab Uyg'urlarni biz baqolmaydigan avvalga kelib qoldik desang, o'ylab baq, qaysi Uyg'ur seni meni bir beqbagin deb oldingi bordi. Bu reallik emas kelmaydi. Am planliq tug'ut masalasiga kelgan chaqda hamda biz nopusning shiddatli ko'payib ketishini oldinish uchun yo'l qo'ydik dedi. Unda bo'lsa Uyg'urlik ziyonkashlik qilmadik dedi. Unda bo'lsa planliq tug'ut yo'l qo'ygandan keyin bir qonunsiz hamda bir insoniyatga qarshi jinoyatning paketi bo'lganmish planliq tug'utni Uyg'urlarga majburiy yo'l qo'yib tangandan keyin o'lib ketgan bolalar. Mesela Sidiq Haydar O'zkam yozgan kitobda 1 millionda o'shiq bola 1 yil nima 89-yilgacha bo'lganlikda o'lib ketdi dedi. 87 bo'lgan bo'lsa 89 yilning ichida o'lib ketdi dedi. Har xil sabablar. O nima demayli bo'ldi. Men o'zimdan 5 dan o'zim ko'rgan deydi. Masalan men Ustun Atosh Yo'lchil kentdan. Yo'lchil kent 5-oydan Amina Davudning 4-balasi qo'saqda 8 oylik bo'lgan bolani tatib olib borib doktorxonaga olib borib kesib ilib etdi. 8 oylik bo'lgan bolani 4-bala. Bu anisi uni kalasiga ilib, kalasidan ketdi endi. Chortlar. Nima ish qilsangiz endi 8 oylik bo'lgan. Tayyor bo'lganlar bola endi bu hayot bir jon endi u. Buni nima qilib etdi? Yana yo'lchilikana 9-mahaldan Hurriyat Ablazningki 5 oylik bo'lgan bolasini tatib ilib etdi. Uning 3-balasi. U ayol kadr bo'lganlik uchun 3-balasi deb uni u ayol shu tug'ut jarayonida qansirab o'ldi dedi. Endi u shunda o'ldimi yoki uni ziyonkashlik qildimi bu nima? Bu yerga planliq tug'utga yoki Uyg'urning nopusiga mening bergan javobim bu bo'lsin. Andan keyin Uyg'urlarning yeziqiga hurmat qildik dedi. Uyg'urlarning yeziqiga hurmat qilib kelgan kun bu bo'ldi bizga.
Hazır hem de dünya axborot vositalari bo'lsin yoki Uyg'urligimizningki o'zimizning axborot vositalarida bo'lsin, hozir Uyg'ur tilini yo'qlik qilyapti. Buning yo'q hamda buning asosan bizning pulimizda 5 millatning tili bor. Buna demak Uyg'urning puli bor deb 100 ko'ylik pulini ko'rsatdi. So'rab baqay men, nima uchun shu vaqtida bizning tilimizni qo'llanmoqchi bo'lib qoldi shu pulga? Shu vaqtida bizning noposi jiq nurg'ulur batto imperiyaning ostida bizning tilimizni nimish qo'llanmoqchi bo'lib qoldi. Amaliyotda o'zining tajovuzli qilganligini, ya'ni Stalin bilan tuzgan Moskva shartnomasi demdoq 1950-yilki yoki Uyg'urlar bilan tuzgan kelishimi bo'lamdi. Buningda 16 kelishdim dedik. Ya'ni biz faqat sotsializmchi Uyg'urlarni tarbiyalab berib, sotsializmni mishada rivojlantirib, aynandan keyin 55-yili Jiang Zemin'ning qo'shinlarini yo'qotib bo'lgandan keyin chiktimas dedi. Shuning uchun bizga shuni paketlashtirish uchun pulni ustiga bizning ismimizni, yoziqimizni yozdi. Bo'lmasa nima uchun yozdi? Ya Uyg'ur yozib deydimi? Kim shunday dedi? Anandan keyin bizning 1955-yildan keyin anandan keyin Xinjiang degan ismni qo'llandi. Uni hozir o'lka deydi. Bu ismni nima tegishtirish to'g'ri kelib qoldi. Demak, Uyg'urlarning yoziqiga hurmat qilganligi u bo'ldi. Unda o'siyan so'raylik. Uyg'urning yoziqiga hurmat qilmasa, Uyg'ur tarixini nima o'rgatmadi vallahi. Uyg'urning tarixini. Mana men o'qidim. Uyg'urning tarixini to'liq bilib ketmayman. Hech qanday olim kitobga borgan vaqtida Xinjiangning yerlik tarixiy deb bir o'tdi. Qaylasangiz, Jiangchuan bizning vatanga kelgan, Sharq Turkistonga kelgan, u yerda qo'rchoq mangi qo'ygan, buni qo'ygan, uni qo'ygan. Shu. Undan boshqa, masalan, ijrohini so'zlamaylik. 1933-yildan 1944-yil Sharq Turkistonni ozod qilgan chaqda qurilgan shu Sharq Turkistonninki kim yetakligan? Masalan, Sabit Damullo, Ilhon To'ram. Shu ishlar to'g'ri hech qanday ma'lumot yo'q. Asli bo'lish kerak. Ya bizning yoziqimiz bo'lganligi uchun. Lekin hech qanday ma'lumot yo'q. Buni nima deb tushundirsa? Eng oddiysi, anandan keyin bu yerda Uyg'urlarniki yana bir intayin diqqat qilgan masalachi, Kommunist Xitoy imperiyasi dastlabki barliq kelgan vaqtda 1921dan tortib 1930-yilga endi Yennanda bular bir davlat qurdi. Sovet Jungosi debmiz, Sovet Kompartiya davlati debmiz, shunday bir davlat qurdi endi. Shu vaqtida mavzudan yozgan, undan oldinlarda yozgan maqolaning hammasida nima dedi desangiz, imperiya ostidagi millatlar, mayli Uyg'ur, Tibet, Manju, bu bo'lisdan qat'iy nazar mustaqillik talab qilsa, bizning davlat birinchilab e'tirof qiladi. Hatto shuning mustaqilligiga nisbatan butun kuchimiz bilan desteklaymiz, qo'llaymiz, ularga yordam qilamiz. Agar o'z taqdirini o'zi belgilash asosida mustaqillab ketsa, ularga tinchlik uchun biz yordam qilamiz deydi. U chaqda ojizda ham uniki. Shu tarixiy faktlar bor. Shu yoziqlarning hammasi bor, hujjatlari. Hozirmi internet qaysi bor? Buni nima deymiz? Eng oddiysi. Shunlashqa bu bir xil yolg'on sapsata, u yoziqlarimiz hurmat qilganlikning hammasi. Ammo biz uni o'zimizning yoziqqa tarjima qilsak hozirga yo'q endi. Mamlakatimizda Sharq Turkistonda mustamlaka Sharq Turkiston tarjima qilganlarmi yo'q deb aytdi, mana qilib aytdi. Bu anadan Uyg'urlar o'lsilib bersak o'tdami deydi. Yana o'lsib bersak o'tdami deydi. To'g'ri o'tdami deydi. Men guvoh. Masalan, Ulug'chatning to'ppilaridagi qirg'iz qarindoshlarimiz o'lsib berdi o'tdami deydi. Anadan keyin Ma'u Teklamakan'niki girviklarga joylashgan loblardagi Uyg'urlar o'lsab bermiz o'tdami deydi. To'g'ri. Misol endi. Mushki yerkin deylik. Unda sapamiz o'tdami qolajaq. Sen o'lsab bermidim o'tdami deydi deb degan biyaga chiqding, to'g'ri. Sapadi o'tdami deydi. Endi sen u o'yini sepirib 50 pingponglik, 52 pingponglik, eng cho'ng'isi 65 pingpong bu o'yiniki. Buni sepadi. Bu yerda u bechora qirg'iz qarindoshlarimizning qo'y boqadigan imkoniyatni ilvatdi. Uning o'yini yarim pulni to'latdi o'zidan. Bu qarindoshlarimiz, qirg'iz qarindoshlarimiz u yerdan atishtirib o'tasa nima yeydi? Ya uning hech bo'lmasa. Bular tog'da cho'ng'gan millat tursa,
Özünü şu yerdə hayatlıqın davam qılayotqan tursa. Bu yerdə endi qo'bab biz o'sap-pasak o'tamiz desa, ya ish vermisan, ya bir chiqish yo'lida bermisan, bu nima edi? Endi sepaganiki o'tamiz deb to'g'ri. Endi lekin Lopnurniki Uyg'urlarni deyli. Lopnurniki Uyg'urlarni ekkeldi. Charchan ayollarga uyabe o'rlashtirdi, xotenga o'rlashtirdi. O'tamiz. O'g'limi chorvachilik tayinda, yeziklik tayinda uyaga kelib quruq o'ysab, ya ish vermisan, ya xizmat u nima edi? Undan sen qaysi Uyg'ur mana o'sapa deb badi. Bular o'sapirishga maqsad nima? Mesela Peyzvat'ta şunda qildi, Peyzvat xalqimi kelmedi. Peyzvat'ta mis chiqdi. Bu misning chiqqanligini Peyzvat xalqi bilib qolib, boshqa taqatmisin dedi. Shunlashqa Peyzvat xalqini bir yerga yig'moqchi bo'lib, o'sapadi, xalq kelmedi. Ulug'chatda uran chiqdi, gaz chiqdi, neft chiqdi. Buni bo'labmi uranning bir yerda bayqilib qolganligini bilmisin dedi. Shuning uchun u xalqni ochiq yig'moqchi bo'ldi. Xo'sh. Ha. Endi Lopnurda atom bombasi portlatdi. Tumay sinab qildi. Bu atom bombasini eng oxiri qo'yib bizning xalqqa uni az qildigan bir yer yo'q-ku endi. Az qilgidek nima? Bu Hindiston xalqaro jamiyatga az qilib qilgandiki uni to'xtatdi. Xalqaro jamiyat u yana tashkil etmoqchi bo'ldi yoki shu atom bombasiningki ta'siriga uchrab ketgan Lopnurdagi bechora Uyg'ur xalqimiz bo'lib xotinning xalqlari har xil kasallikka mubtalo bo'ldi. Yeshidan burroq qirib ketadigan, yoshga oq chirib ketadigan har xil qo'rqinch kasallikka mubtalo bo'ldi. Buni xalqaro jamiyat bilib qolmasin, tashkilmisin dedi. Anadaki o yerden çıkan nefret tabiiy gazını Uygur bilip kalmışsın deb onun tabiiyle muşanğı jiraklaştırıp etti. Elbette bunun öyle utanmağın rast bulağın nispeten. Ama utanmağanlık bir cinayet olap hemmisini şu açak turumga attı. Buna ne mi deysiz? Ne mi deydi? Anadaki yani dedi Uygur'unu bayqıldık dedi. Uygur'unu bayqıldık dedi. Ben Mişade deymen, özüm ben nime çıkanda Qarbek televizora çıkan çağdım inek dedim. Meni bir davet qilsin, yoki bir teklif qilsin, men bir ikimiz bir qarshilashib bir davatlash qilayli. Masalan, Turkiyada Uyg'urni bayulab ketdi, mayulab ketdi deb, uymuş mazlum xalqning ko'z yosh qollarini sitib turib, o'zining partiyasini kuchlantirib atgan yo'g'on atki shu partiyaning qanday bo'lsa meni bir teklif qilsin, yoki boshqa bir Uyg'urni teklif qilsin. Çünkü ziyan kesip çıkartkan biz boğandı ki bizden ağzımızın türü halkı bir anlap baksın. Kasımızdan kanday olaq. Hem de bir yerde değil hem de. Uygurlu bayıp gitti dedi. Bayıp ketken milletin senimiz cezalar olsa olası. Onu mühine birisi. Mesela 1990'dan tatip her kandaksız gizitleri qarap bekan meyle Şinjan giziti, meyle İli giziti, meyle Kaşgar giziti, meyle Aksu giziti, Kağız giziti qaysınız qayla. Bir seyip işte. Uygur bayıp gitti degan haber var. Uygur şu kadar bayılıp getirip senin ağzında gizitlerinde toşap ketken Uygur 2016 yılı kelgen çağda emde hüne evgenmiş bolmaydıgan. Emde savaşsız, emde terörist, emde nim bilimi yan bir bijimi bolap em seni jazalarınga terbilenmiş bolmagyk nemiş bolap kaldı. O vaqtdaki o yazgan 20 yıl 30 yılına ya yezip kelgen el bayılıp ketdi, mayılıp getirgenlerin özüň inkar kılıp etdiň. Bunu nime deysiz? Uygur bayılıp ketdi dedi. Akılsız millet biz. Manda desem özünün milletini harlaydı. Tarixten ibret almaydigan millet. Bunu aldık sandım deyiştik o tecrübe yok. Mesela 33. yılı Jallaşın Seyim ayında yoktu etti. Baylarımızı yığıp ixtisas yegenlerimizin toplap yok etti. Anadaki Mağuz'dan geldi ulumu yok etti. Yerlik milletçi dedi o yok etti. Pan Türküs, Pan İslam dep yok etti. Anadaki Medeniye Zorunlukta Pomşik'in balları dep yok etti. Anadaki ıslahat içip ettik dedi. Ondan keyin 3 xil kuchlarga yordam qildi, o'qil bo'qil deb yo'qotdi. Oxirgi yanim madu hamda ishkiman. Ham 16dan keyin bo'lib ishkima o'tdi, ishkima olsangiz hamma bayliqni to'plab oldi. Onunla ben paketli deyilem. Paketlik sözlüğümüzden pek yaxşı o hem bununla. Mesleğin gelaylık. Özü guvalık bergen. Şu aş hakkıda. Şunun bir misal alaylı. Mesela Şinjan Roz Hacı Çeklik şirketinin kurgucusu Roz Hemdol bilen Mehmetcan Hemdol'la Korla Çilambağ ömürlük şirketinin hem Türkiye'de mi nimeler bakan. Şu kadar baylık valını bir geceli yok bir bana çıplam onu içirip sola aldı. Yok vattı misal. Bu baylıkını müsaade kılar. Uygur'un baylık şuğu biz İğil Qo'tandaki mal olab kaptık. Semiz mal. Semergelerimizde içip yediğen konultası, bedenin may yapgesi, oruqını içip yediğen bulab kaptık. Ama bizden xalq bundan tecrübe almaptı. Ondan sonra qaysı Uygur bayıp gitti. Bayıgan bolsa nemiş qilsam buni jazalar olsa olsa. Nemi uyna gitse.
90 yıldan tartib 2016 2017 yılgacha gazetlarga emas Uyg'ur bayolab ketdi deb to'shqadi. 30 yil endi qo'pab Uyg'ur hünevgenimiz bo'lgan bo'lib qoldi. Buni nima deb tushundik? Uyg'urning yoshlarga xizmat bermadan o'zi terishib o'zi yashadi. Masalan, men o'qitish yo'ldan bolalarga g'arbning ideyasini tarqatdim. Balaga İslam ideyasini tarqatdim, Türk ideyasini tarqatdim deb bizni xizmatdan chiqarib etdi. Lekin biz chiqarib etganga nisbatan bir joyga az qilib bormadik. Ya biz o'zimizni jinni boqamadik, sen bizga ma'ni bergin degan gap yo'q. O'zimizning kuchiga tayinib mol boqdik, uni qildik, buni qildik, halol yo'limiz bilan yashadik. Uyg'urlik madaniyatimizni joriy qildirib yashab keldik. Bir qatim betarafdan olib berib ma'nomada qilib deb yoldirib bormadik. Biz shunday tirishcha millat. Unda qaysi Uyg'ur bayolib ketdi? Bayolg'alni yatsen, so'qib barsan, u bu qilib o'tsan. Endi qo'pab Uyg'ur bayolib ketgan seni mi jazolaganini his qilsan. Ana degan davlat qurdik dedi bu. Davlat qurish degan nima? Siyosiy hukmda. Mana shuni bir javob bersin. Yo'q, narsani baqildik degan bo'ldi. Qurdik degan gap shundadir. Masalan, maybi uy qurdik desak bu asli yo'q. Buni qurdik. Agar ma uy bo'lmasa cheqib o'tib yangidan saldoq degan bo'lsa, ma uyni boshdan yapdiq, o'ngshidiq degan bo'lamiz. Davlat qurdik. Rastdan sen davlat qurdik, imperiyani qurib chiqding. Xo'sh. Bu siyosiy hukmda bu. Davlat qurdik degan gapning ma'nosi yo'q narsani bog'liq keltirdik degan gap. Amaliyotda sening davlating yo'q. Sen asli Kommunist Xitoy imperiyasining davlati yo'q. Endi bu shu Sharq Turkistonni, Tibetni, Manjuriyani, Guangdongni, Shanxayni uya bilan istilo qilib, yanandan boshqa davlating yo'q sening. Yanandagi davlating 1930 yil qurding, sening shu yerda davlating va boshqa davlating yo'q. Boshqalarning hammasi boshqalarning tuproqi. 2005 yil bo'lsa kerak, toza yodimda qolmabdi. Amerikaniki shunchalik sobiq so'ngtini kichik bo'sh Beijing bir ziyorat vaqti vaqtida 27 velosipedga minib velosipedlar qo'shini bilan nimani aylandi. Bu bakarimga emas, 27 velosiped parchasini sen shu davlatning mustaqilligini qo'lga ber degan gapim da. Shunday qildi. Sening davlating faqat 1930 yil qurilgan davlat, qolgan hammasi boshqalarning zimini. Yani shunlashqa sen davlat qurdik desang sen to'g'ri deb o'ylayman. Ana degan bizning tilimizni o'rganmaydi deydi. Bizning tilimiz davlat tili deydi. Ammo turk qarindoshlarimiz bir gap ekan, bir til, bir dunyo. Bir til, ya'ni bir o'zanga nisbatan bir odam. Yani bir kuch qo'shildi o'zanga o'xshash degan gap. O'zang kuchlantirsa, bu nayt to'g'ri. Qanday davlatning tilini o'rganmaslik u albatta shu odamning o'zining orzusi. Masalan, men Turkiyaga chiqdim. Turk tilini o'rganmamdim, bu mening ishim. Men buni yedim, ko'rdim. Amaliyotda endi Kommunist Xitoy imperiyasi mening tilimni o'rganmaydi deb xalqaro maldir vaqirab yurishning hech qanday hojati yo'q. Sening tilingni sen madaniyatli bo'lsang, sening tilingni o'rganamiz. O'zimizdan taraqqiy qildirish uchun. Hozir ingliz tilini o'rganaylik desak, yasoqlab uni ham qilib qo'ydim. Arab tilini o'rganaylik desak, nima qilib qo'ydim? O'rgansan jazosi olib qo'ysan dedim. Turk tilini o'rganaylik desak, unda qilib qo'ydim. Masalan, Pakistan gap qilaylik. Masalan, Qashqarda til tarbiyalash kursi ochdi. Masalan, Ro'za Hojim Qashqarda. Shu odamni o'ychilik kesib etdi. Shunida shu Xitoy tilim bor bo'lmasa, sen til o'rgan. Masalan, biz olim kitobda o'qidik, davlat tilimiz. Seni davlatdan hech kim e'tirof qilmadi, hech qanday Uyg'ur. Agar e'tirof qiladigan ishlab qolsa, qurol kuchlar emas, tinchlik asosida, do'stlik asosida kel, chiroyli paranglish baqaylik, andan keyin e'tirof qilganda bo'lsa qilaylik. Masalan, Turkiyada turk tilini o'rganib o'tman, turk davlatini e'tirof qildim. Amerikaga ketsam, balkim Amerikadan e'tirof qilishim mumkin. O'rganmaslikam mumkin. U o'zimning ishi. Men jinimni baqalsam, o'zimni taraqqiy qildira olsam, men xohlaganini qilaman. Men chunki inson, bu hayot hamma insonga nisbatan cheklik. Bu inson o'zimizni insoniyatga taqdim qilish bilan birga albatta insoniyatdan va dunyodan ulug' Alloh yaratgan har bir mavjudotdan o'zimizdan bir oziq elib dunyoda bir xushal xuram yashash huquqimiz bor. Bu Alloh tomonidan berilgan huquq bu. Buni sen uni o'rganmadan buni o'rganmadan. Hammasi ham ma'qul. Mana men o'rgandim. Olim kitobda o'rgandim. Ni xavma. Ni javshimi mingzi. Mana meni gapimni anglamagan bo'lsa, kelsin, sen xato gap bo'ladi dedi. O'rgandim, o'rganib nim bo'ldim. Xo'sh. O'rganib men nim bo'ldim. Axir vatansiz oldum, terrorchi oldum, xalqaro jamiyat so'zimiz bo'lmaydigan xalqaradagi qizil xalqaro
сақшылар тәшкілаты менен қызыл тутуш буйрукка чыгармыз деп сөзүбүз болмогудек дәрежеде бир коркунучтуу террорчуга айландым мен азыр уларнын назарында. Үгүнүп мен нем болдум? Калсам үгүнөмөн, калмасам үгүнмөйм. Sen eğer bizden vatenden çıkıp git, çıraylık. Ondan deken seninki medeniyetin ılgar olap kalsa, o hatırcam ügünümez. Mesela hazır İngiliz dilini hiç kim, dünyanın hem yeri ügünüdü. Onu bir jadım İngiliz dilini sen kural tanlap berip, sen mani ügünmesen senin zamanın akılıma degen geptik ben bir İngiliz dilini kömdüm. Mesela Almanlığın tilini ügünüdü, Germaniyalıkın tilini, Portugaliya'nın tilini ügünüdü, Yapılık'ın ügünüdü, hiç kanday şey yok. Halis ügündü, halımız ügünmeydi. O özden işi, bir insanın şahsi erkinliği. Bunu sen bir yerde minan tilini ügünmedi. Ondan senin işte Türkçülüğünü gelmeden Türkiye'de yaşatıp sen. Buzuk sözleyse. Bu senin özana erkinlik yok. Şuna ben deymen hem de bu kişiye. Bizde bir gep var. Adamның eğizi dikkatimiz poq çıqırğa gelip. Şunlaşqa anda qalamqan poqta gepini qıp jümüs eken dep oylayman. Mening bəgər ediyəsim bu bunun. Ahırda deydiğine hem de muşundaq sözləşke zaten biz muşni muşterci öqürtüp sözləşke zaten nemi sebepçilik qaldı. Doğru mu ya? Bunu mu bilmem. Biz Uygurulunun yoxdu etip bağın 3 qatil var qara. Xoş. Birinci qatil kim deseniz sükut qılıp atqanlar. Ezelden sükut qıyğanlar. Bu qatil. Bular mening nazarimda qatil. Bir milletni millet qıldırgan kim o deseniz ittifaqlıq. Onundaki ruh, onundaki beraberlik, onundaki itiqat, şunda bir anı kök yıldız var, oq yıldız, şular var. Hazır mesela mamça erki miye çıkıp sözüldi, onun atansını oqıldı, qerinişini oqıldı, ya o ne bilemeye bir qıldı deydi o anda. Mening atanamni bugenge onu qıptı. Ertesini eken qıma qılamı. Bu sükut qılıp atqanlar bizni yoqtu otudu. Ezelde yoqtu geldi. İkinci qatil bizni sitip atqan münafıqlar. Şu vatanni, millatini, xalqini, aziz jannatini özünün balısının ki şu rızkını qinini setip atqanlar. Özünün kipellikini setip atqanlar. Bular tərəfində yoxluq qaldı. Üçüncüsü Komünist Xitay imperiyası tərəfində yoxluq kelib atımız. Xoş. Mən şunda qarayman. 3 tərəf belə yoxluq kelib atımız. Şunlaşqa Komünist Xitay imperiyası ki miyadaki nimelere ya başqa yerdikilere vaqırab jaqırab sözləb atıdı. Məsələn bir iş bolsa, mesela vatanda şu Nur Urgulga namayış oldu. Bayı dedik o 270 qitimdek bolaptı dedi. 2009-yılda ona yağımcıq boldu. 2009-yılda şu kadar bir faaliyet boldu hem şu qatıltan boldu. Şu toğruluq vatanda bizden qısa sigillerimizim cıq çəteldim cıq. Meylim vatanda kelden çətellik iş qalmadı deyilen. Şu vaqtda deyiş. Hazır çıxıb şuna közden kögelecek. Xoş. Aşılar düz boldu. Şular hemen iznin qımda sükut turup bizni yoqdu etip bardı. Yoq olağınız dedi. Men tabiat dünyası birden köydüm. Men yavukal deyme, onun ki türkçesi neyme okumayma. Şu bir şiir joğrup kelse bir kalık ipliydik ya bu. Bir top şiir. Aqağan kalın üspürdik. Şunu yüzem köydüm. Onu kutkuz olay deyme, hem şunu kala o. Biz mi şunda alam abi, sükut turup atqanlar şunda qılıb. Bu müşteribeden. Bular deydiğini Mava bizdenki söyümlük, milletimizden söyümlük oğlu bizden ustazımız Qurban Hamid, Qurban Hamid oldu. Şinjan medeniyetininki baş müharrir, şunun oğul tercüme qilganman. Martin Luther'ın. Bu Martin Luther Amerikadagi Nigerning dayisi, 15 yıl gibi ekan. Degan bayığı qaysam chiqibdi, uni yezib men o'rtaqlashib qo'ydim. Hayatımızda yüz bergen işlerle sükut kılgan günden başlap bizden hayatımız ahırlaştı. Demek ma sükut kılıp atqanlar bizni sitip atıdı. Ma Türkilde bir gep var, rast gep qilish 9 adamning kallasi ketibdir. Belki men desem nurg'a adam men tilishi mumkin. Tilisin. Men onun tilamavatiman. Xoş. Ama men vatanimga tatib o'tgan zulmni be insonda yashayli. Bizim Allah bir insonda yashasin deb tuproq verdi, eminim verdi. Mayede manda biz doğruluk hakaret gep bulavatı da hemen bir ortak karşı gep. Ma diginen hata, ma biz, ma vatanın iyisi biz. Ma milletin iyisi biz. Deydiğen adam bu siken deyme. Yani ona bir gip bakken
Meni eng azaplaydig'ini düşmanlarimning so'zlari emas, do'stlarimning sukutlisi. Lekin bu sukutni menimcha buzilgan zaman keldi, kelibmi o'tib ketdi. Yana sukut qilaversanglar, endi u o'zingning ishi bo'lsin. Meni deydig'inim shu. Ama yana qolgan qarindoshlarimizninki bo'lsa shunday bir masalaga chiqqan vaqtida cho'qqim dadillik bilan mayli to'g'ri so'zlaydi, mayli xato so'zlaydi, maydonimizni ifodalaydi. Makomimiz Xitoy press bir gap maydonini ifodalaydi. Bakato siyosiy yurish qildirdi bular. Haftada bir kun cho'qim o'quvchiligi bor, o'qituvchiligi haftada 2 kun bor. Hozir texnik olib ketdi qo'ydi. Shu vaqtda biz o'qishlig'ida vaqtni. Shu maydonni ifodalaydigan vaqtim keldi. Agar yana ifodalamasangiz bizni setaverin. Hech bo'lmagan chaqda biz o'zimizga bir yer so'zlashimizniki sababmi biz insonligimiz qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz. Kimga ishni qilmayapmiz. Mush orqali balkim texnik bir yaxshi natija chiqadi deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Haqiqatan deganimizdek, yana nurg'ulg'an sapsat satdi mishada tugatsak hamda boshqa gap yo'qdi. Tugataylamda uningki o'z vaqtida shu xabarlarimizdan ba'duq ham inson degan yani anlasımı işen gözkenmeydiğin derecedeki sepsetlerini sattı. Ama til meselesi de normalde o kelgendeyken zemin sahipleri, zemin ilgileri biz uyardı. Bizge o tilini öğrenişke zorlaşan orada ayağının yerlik millet tilini öğreniş gerek boğanlar o da aslında. Bunca olan çekilip yürüyüşün orada. Ama insanda numus olmasa şimdi şunu kılıyordan yapkenimde. Hayır, köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Qadirli ko'rmanlarimiz shuni qilib Mahmudjon Erkinninki bu Xitoyninki Anqara elchixonasi maslahatchisi Cho'ng'ixoninki sapsatlarga o'z ko'z qarashi shaklida bu shaklda javob berib o'tdi va xalqimizninki eng muhim narsa yani har soha kishilarimizniki ma'lum kishilarning javob berishi emas bunga Xitoyning bunday sapsatlarga har bir Uyg'ur sirtdiki javob berishi kerak o'z loyiqida degan nuqta bo'lgan bo'ldi. Buni haqiqatan diqqatga olishimiz kerak. Yana bir qatimliq suhbatda Alloh umr basi ko'rishga chaslarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.